Assalomu alaykum hammaga. Hozir biz sizlar bilan Prezident maktabiga kirish imtihon testlarini matematika fani bo'yicha bitta mantiqiy masalasini birgalikda ko'rib chiqamiz. Savolni o'qib eshitiraman. Son o'qida 2/3 ning qiymati qaysi ikki shakl orasida yotadi degan savol bizga berilyapti. Bu yerda biz birinchi o'rinda berilgan sonimizni son o'qidagi sonlar bilan bir xil mahrajga keltirib, keyin esa ularni taqqoslab olishimiz kerak bo'ladi. Ishni boshlaymiz. 2/3 soni berilayotgan sonlar bilan taqqoslasak, umumiy mahrajga necha olishimiz mumkin? 12 sonini umumiy mahrajga olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, mahrajni 12 ga keltirsak, buni 4 ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Agar buni 4 ga ko'paytirsak, surati 8, mahraji esa 12 holatiga kelib qoladi berilayotgan sonimiz. Endi esa son o'qidagi sonlarni ham mahrajini 12 ga bir chekkadan keltirib chiqamiz. Birinchi o'rinda 1/4 ni 12 mahrajiga keltirib olamiz. 4 ni 12 ga keltirish uchun 3 ga ko'paytirish kerak. Bu yerda 1 ni ham 3 ga ko'paytirib olamiz. 1 kere 3 3 bo'lib bu holatga keladi. Ikkinchi sonimiz 1/2 ni 12 mahrajiga keltirib olamiz. 2 ni 12 holatiga keltirish uchun 6 ga ko'paytirish kerak. Suratni ham 6 ga ko'paytiramiz. Ko'paytirganimizda 6 kere 1 6 ni o'zi. Mana shu sonimiz kelib chiqadi. Uchinchi son 3/4. 3/4 ni ham 12 holatiga keltirib olamiz. 4 ni 12 ga keltirish uchun 3 ga ko'paytirish kerak. Suratini ham 3 ga ko'paytiramiz. 3 kere 3 9. Va oxirgi son 1 ni mahraji 12 holatiga keltirish uchun suratiga ham 12 qo'ysak, 12 ni 12 ga bo'lganimizda 1 soni kelib chiqadi. Oxirgi sonimiz esa uni noto'g'ri kasr ko'rinishga keltirib olamiz. Mahrajda 4, 4 kere 1 4, suratida esa 5 soni. Buni 12 mahrajiga keltirsak, 4 ni 3 ga ko'paytirsak 12 bo'ladi va 5 ni 3 ga ko'paytirsak 15 soni kelib chiqadi va mana shu qiymatlarni oldik. Endi esa bizda berilayotgan avvalgi sonimiz 8/12 edi. 8/12 bu son o'qidagi qaysi sonlarning orasida yotishi mumkin? Xo'p. Bu yerda 3/12 dan kattaroq son, 6/12 dan katta son bo'lyapti va undan keyin 9/12 dan kichkina son hosil bo'lyapti. Qolganlari bu ikkala sondan kichkina yoki katta bo'lganligi uchun qolgan variantlarni chiqarib yuborishimiz mumkin. Xo'p. 6/12 bizda 1/2 ga teng edi. 1/2 esa bizda doira shakli edi. Aylana shakli. Aylana va 9/12 esa bizda 4/3 ga teng edi. 4/3 esa bizda 3 burchak variantlari edi. Va biz bu yerda aylana va 3 burchak degan javobni olsak, to'g'ri bo'ladi. Xato va kamchiliklar bo'lsa sizlardan uzr so'rab qolaman va keyingi videolarda uchrashguncha xayr deb xayrlashib qolaman.